Respublikamiz bojxonachilari tomonidan tilla va zargarlik buyumlarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yishga qaratilgan chora-tadbirlar muntazam davom ettirilmoqda. Jumladan Toshkent xalqaro aeroportida bojxonachilar Istanbul-Toshkent reysi bilan parvozini yakunlagan yo'lovchilar orasidan noqonuniy ravishda zargarlik buyumlarini olib kirishga uringan bir guruh shaxslarni to'xtatib qolishdi. Mazkur reys bilan uchib kelgan fuqaro belgilangan tartibda inson tana a'zolarini skanerlovchi qurilma yordamida bojxona nazoratidan o'tkazilganida uning yonida 710 gram og'irlikdagi jami 852 million so'mlik tilladan ishlangan qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan zargarlik buyumlari borligi aniqlandi. Ayni shu reysda uchib kelgan yana bir fuqaroning xatti-harakatlari ham bojxonachilarimizning e'tiborini tortdi. Mazkur yo'lovchi ham tegishli tartibda inson tana a'zolarini skanerlovchi qurilma yordamida bojxona nazoratidan o'tkazilganida uning yonida 803 gram og'irlikdagi tilladan ishlangan qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan zargarlik buyumlari borligi aniqlandi. Bojxona nazoratiga taqdim etilmagan mazkur taqinchoqlarning umumiy qiymati 963 million so'mni tashkil qilmoqda. Navbatdagi holatda Toshkent-Olmaota yo'nalishi bilan uchib ketayotgan fuqaro nomiga rasmiylashtirilgan yo'l sumkasi rentgen apparati yordamida bojxona nazoratidan o'tkazilishi davomida mazkur chemodanning ichidagi temir asosiga yopishtirilgan bojxona nazoratidan yashirilgan salkam 350 gram bo'lgan tilla zargarlik buyumlari borligi aniqlandi. Namangan viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan ham olib borilgan bir necha tezkor tadbirlar natijasida qimmatbaho metalldan tayyorlangan zargarlik buyumlarini noqonuniy olib kirish va olib chiqishga urinishlar bilan bog'liq bir qator holatlar fosh etildi. Namangan aeroporti chegara bojxona posti xodimlari Jidda-Namangan yo'nalishidagi aviareys orqali uchib kelgan bir nechta fuqarolar tomonidan o'z nomlaridan olib kirilgan vazni salkam 532 gram bo'lgan, qiymati 565 million so'mga teng qimmatbaho metalldan yasalgan zargarlik buyumlari aeroport avtoturargohida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi tomonidan yig'ib olinayotgan vaqtida aniqlanib, to'xtatib qolindi. Shuningdek, viloyat bojxona boshqarmasi tezkor tuzilmalari hamda Uchqo'rg'on chegara bojxona posti xodimlari tomonidan qo'shni davlatdan kirib kelayotgan fuqarolar bojxona nazoratidan o'tkazildi. Shaxsiy ko'rik davomida jami 698,7 gram turli xil zargarlik buyumlari mavjudligi aniqlanib, protsessual hujjatlar rasmiylashtirildi. Pop chegara bojxona postida qo'shni davlatdan yurtimizga piyoda harakatlanib kelayotgan 2 nafar chet el fuqarolari bojxona nazoratidan o'tish vaqtida shubhali xatti-harakatlari sababli shaxsiy ko'rikdan o'tkazilganida ularning egnidagi kiyimlari orasida bojxona nazoratidan yashirilgan salkam 145 gram qimmatbaho metalldan yasalgan zargarlik buyumlari mavjudligi aniqlandi. Bundan tashqari, Kosonsoy chegara bojxona postida tezkor tuzilmalar va bojxona post xodimlari ishtirokida tezkor ma'lumotlarga asosan o'tkazilgan shaxsiy ko'rik davomida O'zbekiston-Qirg'iziston yo'nalishida harakatlangan fuqaro tana a'zosiga og'irligi 302 gram bo'lgan quyma oltin bo'laklarni bojxona nazoratidan yashirib, qo'shni davlatga olib chiqayotganligi fosh etildi. Raqamlarga ko'ra, respublikamiz bojxonachilari tomonidan 2025-yil hamda joriy yil o'tgan davri mobaynida aniqlangan 847 ta bojxona qonun buzilish holatlarida qiymati 142,4 milliard so'mlik 186 kilogram og'irlikdagi tilla va zargarlik buyumlarining bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishining oldi olingan.